ichak uzayishi, Danixa sigma kasalligi bilan kasallanib kelgandilar. 20 yildan beri, ya'ni ichi mustaqil kezmasligi, qabziyat kuzatilganda dori-darmonlar ichganlar, dori-darmonlar ham yordam bermagan. Dori-darmonlar oshqozonda achish hislari, noqulayliklar tug'dirganligi uchun bemor bizani 6 oy davomida kuzatib kelganlar. Demak, bemorda tekshiruvlar o'tkazdik, operatsiya amalga oshirib berdik, laparoskopik usulda. Hozir bemorda ichi normal kelish boshlangan, kuniga 3-4 nafar keladi. Holatlari yaxshi. Mana 4-kun operatsiya bo'lganlarga uylariga javob beramiz. Bemor Buxoro shahridan kelgandir. Hozir o'zlari qisqacha aytib beradi. Meni ahvolim hozir yaxshi. Oldin 20 yil davomida ichim kelmasdi. İç qotishi bilan ko'p qiynalib keldi. Instagramdan ko'rdim. Oldi. Hammasi yaxshi. 2-3 safar kelyapti ichim. Xursandmisiz? Xursandman. Ishonsa bo'ladi. Kelaveringlar, qiynalib yurmanglar. Qabziyat bilan kim oldin yurgan bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, biz sizlarga yordam beramiz. Rahmat. Kattakon rahmat sizlarga.